Sunnat! Ha dada. Eshitdingmi? Abduqodir Husanovning yillik maoshi 2,5 million dollar ekan. Bugundan boshlab ximiya, ingliz tili repetitorga bormaysan. Shashvar, futbolist bo'lasan. Men futbolga qiziqmayman dada. Sen qiziqmasang, men qiziqaman. Eshityapsan-ku, obro'y ham, pul ham futbolchilarda ekan 2,5 ming dollar. Sunnat! Shashvar! Ha dada. Menga qara Shashvar, bugundan futbol tamom, ketamiz. Aka mashg'ulot tugagani yo'q, qayerga olib ketyapsiz o'g'lingizni? Bir oydan beri qatnayapti, ko'ram bo'lgani yo'q. Na pul topdi, na meni obro'yim oshdi. Ketadi bo'ldi. Bolaning harakatlari yomon emas, yaxshi. Kelajakda yaxshi futbolchi bo'lib ketishi mumkin, lekin bir oyda natija kutishingiz bu ahmoqlik, aka. Ana, kecha Murodjon Ahmadaliyev yaponiyalik bokschi bilan urushdi. To'g'ri yutqazib qo'ydi, lekin 2,5 million dollar oldi. Bo'ldi. Bugundan boshlab boksga borasan. Qani, yur Shashvar. Sunnat, rohit mehrab, yaxki. Mashg'ulot ketyapti, iltimos xalaqit bermang. Bugundan boks tamom. Nimalar deyapsiz? O'g'lingizni o'ng qo'lda ham, chap qo'lda ham zarbalari yaxshi. Kelajakda yaxshi boksyor bo'ladi. Men kelajakda kutib o'tiramanmi, ha? Menga qarang, bir oy bo'ldi kelganiga. Na pul topdi, na meni obro'yim oshdi. Bu yoqqa deyapman. Ha dada. Menga qara o'g'lim, bugundan boks tamom. Boksdan ham ketaman men endi. Menga qara o'g'lim, sen vrach bo'lasan. Bugun mana shifoxonaga bordim. Bunday qilib bir joyim tekshirganday bo'ldi-da, 180 ming pulimni oldi. 10 ta odamdan shuncha pul olsa 1 million 800 ming bo'ladi. Endi bir oyda qara, qancha pul topasan? O'g'lim, vrach bo'lasan. Vrach bo'lishni men xohlamayman dada. Soltamat vrach bo'lishini men xohlayapman. Rohit mehra, ichib keldingmi? Ichib keldim. Nimaga meni kuydirasan, ha? Kuydirganing kuydirgan. Bilasanmi, men senga qancha sarmoya kirgizdim, ha? O'sha tashmiga ham o'xsha kiyib qo'ydim. Sen kimsan bilasanmi? Lattasan, landavursan, bo'shsan, qunti yo'q bo'lasan. Sana deb meni qancha orzularim puchga chiqdi-ya. Ha, men aybdorman dada. Hammasiga men aybdorman. Lekin siz ota bo'lib, o'g'lim sen nimaga qiziqasan deb so'radingizmi? Orzularimga qiziqdingizmi? Dadajon, siz birovlarning orzulari deb o'g'lingizni orzusini puchga chiqardingiz. Men uchuvchi bo'lmoqchi edim, dada. Ha, Bo'la olmayman. Uchuvchi bo'ldim-ku. Men katta ошибка qildim. Hurmatli ota-onalar, farzandingiz sevgan kasbiga yo'naltiring. Zero yurtimizda nomutaxassis kadrlar ko'paymasin. Sizchi, o'zingiz yoshingizda orzu qilgan kasbda ishlayapsizmi? Nega kattalar mensiz kelajagim ko'radi? Men o'zimni, mani xohlashimni kim so'radi?